Assalomu alaykum. Adreesni birga o'rganishni boshlaymiz. 30 kunlik challengedan iborat bo'ladi bu. Har kuni bitta narsani o'rganib ketishga harakat qilamiz va har kuni bitta video joylanadi, bitta tema bo'yicha. Xo'p, bizning birinchi mavzumiz Adreesda to'g'ri bazani shakllantirish, to'g'ri bazani ochish hisoblanadi. Adrees programmasini yuklab olasizlar. Buni ham Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bemalol kirib yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, sizlarda Adreesni o'zini yuklab olganingizda mana bu ikkita yozuv chiqmaydi. Ya'ni bu bilan bazalar hisoblanadi. Bu bazalar sizlarda mavjud bo'lmaydi. Nol turadi, oppoq yozuv va biz mana shu yerdan добавить tugmasini bosamiz. Va bizdan so'raydi. Xo'p, добавление информационной базы в список. Ikkita yacheyka chiqarib beradi. Biz ikkalasidan bittasini tanlashimiz kerak bo'ladi. Birinchisida создание новой информационной базы turibdi. Sen o'zing yangi bazani ochishing kerak degan narsasi bu. O'sha bazani o'zing konfiguratsiyasini joylashing, o'zing konfiguratsiyani to'g'rilashing kerak. Bu to'g'riroq Adrees programmeriga tortib ketadi. To'g'ri keladi. Buni biz keyingi darslarimizda o'rganishga harakat qilamiz. Ya'ni Adreesni o'zini to'liq o'rganib bo'lganimizdan so'ng buni to'g'rilab nastroyka qilish, konfiguratsiyalar bilan to'g'ri ishlashni o'rganib o'tamiz. Xo'p, biz bu yerda ikkinchisini tanlaymiz. Добавление в список существенные информационные базы. Bu tayyor bazamizni to'g'irlash kerak. Nol bazani joylab qo'ysak bo'ldi. Xo'p, sizlar C diskda, balki D diskda, balki рабочий stolda shu bazani tashlab qo'yasizlar papkani. O'sha papkani metka qilasizlar bo'ldi. O'zi avtomatik Adreesni tortadi. Adreesni o'zi tortadi. Bu yerda biz dalini bosamiz. Bu yerda Adrees so'raydi bizdan. Kompaniyangning nomi qanaqa? Misol uchun men yozaman Elmore Electronics. Sizlar o'zingizlarnikini yozib qo'yasizlar. Mana bu yerda mana Elmore turibdi, Premier nomer 2 turibdi. Xuddi mana shunaqa o'zingizlar uchun ajratib olishingizga kerak bo'ladi. Va bizga mana bu 3 ta yacheykani chiqarib beradi. Bular nima deyapti? На данном компьютере или на компьютер в локальной сети. Katalog информационной базы. Xo'p, sani bazang o'zingning kompyuteringda turgan bo'lsa, joyini belgilab ber deyapti. Men torta olishim uchun joyini menga ko'rsatib ber deyapti. Ikkinchisida na web stranitsa, na web server deyapti. Sani bazang bironta serverda turibdi. O'sha server menga tashlab bersang, men shu asosda tortib olaman deyapti. Va uchinchisi, Adreesni o'zini serverda turgan bo'lsa, menga ana shularni ayt deyapti. Klaster serverini belgila, imya informatsion bazani yoz bo'ldi debdi. Mana shu ikkalasini yozasiz. Adreesni serverda bo'lsa o'zi avtomatik chiqarib beradi. Bizda kompyuterda bo'ladi. Fayl yuklab olib, рабочий stolga tashlab qo'ysanglar ham bo'ladi bemalol. Va biz mana bu 3 nuqtani bosamizda to'g'ri joyni belgilashimiz kerak. Menda рабочий stolda Adreesda turibdi. Adrees yangi baza. Dali bosiladi. Va bu yerda so'raydi bizdan. Variant autentifikatsiya deyapti. Xohla sen imya bilan parolni so'rayman. Xohlasang, men hech narsani so'ramayman, oddiy narsa chiqadi, mana bu yozuv chiqadi, o'sha ustiga bosasang kirib ketadi deydi. Ammo bu o'zi biladi. Misol uchun sizlarning notebookinglar o'zingizlar bilan yurmasa, ishxonada tursa, qo'yib qo'yganinglar maqsadga muvofiq bo'ladi. Gatovni bosamiz va bizda yangi baza shakllanadi. Xo'p, bu bazaning ichiga kiramiz. Bu baza asosan bizda Optim tovarda sotiladi, dealersda. O'sha dealerslarda ishlatiladigan baza hisoblanadi. Bunda bemalol maza qilib ishlasanglar bo'ladi. Tayyor baza. Optimda sotadigan bo'lsanglar, agarda magazinlarda ishlaydigan bo'lsanglar, magazinlar uchun ham alohida baza bor. Men ko'rsatib beraman. U bazani ham tashlab qo'yaman Telegramimga. Bemalol yuklab ishlatib olishinglar mumkin bo'ladi. Xo'p, ozgina qotyapti menda. Xo'p, 8.3-versiya iloji bo'lsa, boshqa joydan yuklab olaman desanglar ham 8.3-versiyani yuklab olganinglar yaxshi. Eng oxirgi aktual versiyasi mana shu hisoblanadi. Xo'p, bizga kirib oldi bu. Xo'p, bu yerdan sakrit bosamiz. Bizning bazamiz xuddi mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda kunlik mablag'lar, sotuvlar, sotib oluvchilar, ostatka, boshqa narsalar, dokument ishlari mana shu yerda ko'rsatib chiqilgan bo'ladi. Xo'p, bizning stranitsalarimiz главные руководители, банки, касса, продажа, покупка, склад, ОСН, зарплата и кадры, операция, отчеты, справочники и администрирование.
Bu stranitsalarning ichida ham alohida bo'limlar bor. Отделlar bor. Отделlar orqali bemalol ishlashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu haqida biz kelasi darslarimizda har bitta stranitsani to'liq tushuntirilgan variantini videoda olib chiqamiz va birgalikda o'rganamiz. Xo'p, bu ba'zi xuddi mana shunaqa bo'ladi. Misol uchun, shunaqa menyular chiqib keladi. Bemalol o'zingizga kerakli bo'lgan bo'limlarni tanlab, ishlarni qilib yuboraverasizlar. Xo'p, bizda ikkinchi baza magazinlar uchun ishlatiladigan bazani hozir men sizlarga ko'rsataman. Xo'p, bu asosan magazinlar uchun ishlatilgan baza hisoblanadi. Xo'p, bu yerda поставление товаров bor, счет faktura bor, перемещение bor. Xo'p, прием товары от покупателя, возврат. Xo'p, возврат товар поставщик bor, возврат товар покупателя bor. Разницасынiki bor, price list ham bu mana bunda. Price list bor. Misol uchun sformatировать qilganimizda влажный salfetka 153 so'mdan keladi misol uchun. Maslo olivka. Hop, bizada 30.495 so'mdan kelar ekan. Tvorog 5% 200 gramm 11.859 so'm. Bu price list hisoblanadi. Bu основной skladimizdagi готовый produktniki bor. Alohida bu nol turibdi, bemalol o'zingizlar tahlil qo'yishinglar bo'ladi. Bu bazani ham tashlab qo'yamiz. Xo'p, bugungi videomiz aynan mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga a'zo bo'ling, birgalikda bilimimizni oshirishda davom etamiz.